Klimat savdo uylarida instrumentlar Toolbox kompaniyasi bilan hamkorlikda biz ushbu kompaniyaning pit instrumentlarini faol sotib kelamiz. Ushbu kompaniyaning mahsulotlariga 12 oygacha garantiyalari bor. Bugun yana bir yangi mahsulot kelgan, shuni obzorini ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik santexnika ustalarimiz almazni bruyne apparatni palon pulga olamiz, qimmatga tushib ketadi degan qo'rquv bilan yurishibdi. Bugun biz shu ustalarning ushbu qo'rquviga yechim beramiz. 10 ta yuzlik teshik almazni bruyne teshishning puliga o'z bitta apparat beryapmiz. Xo'p, almazni bruyne apparatimiz yangi kompaniyaniki, Jindu degan kompaniyaniki. Xohlasangiz devli qotirib ishlatasiz, xohlasangiz mana bu yerdan yechib qo'l bilan ishlatsangiz ham bo'ladi. Suv beradigan joylari bor. Ushbu apparatimiz 2300 watt tok rasxoti bilan 1600 obrot bilan ishlaydi. Ushbu apparatimizni Klimat santexnika do'konlarida 1.800.000 atrofi xarid qilishingiz mumkin. Ushbu mahsulotimiz soni chegaralangan, ulgurib qoling. Kimgadir shunaqa apparat qiziq bo'lsa, kimdir xarid qilish niyatida yurganlar bo'lsa, ushbu instrumentni Klimat savdo uylaridan arzon narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari boshqa instrumentlarimiz ham bor, sotuvda bor. Ularning koronkalari ham bor. Kimgadir shunaqa qiziqarli, sifatli mahsulotlar kerak bo'lsa, G'ijdondagi Klimat santexnika do'konlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Chiroyli narxlarda qilib beramiz.